Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida barcha qiziqarli ma'lumotlarni va layfhaklarni aytib o'tadigan Komux.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz Salicyl. Hamma hozirgi kunda Salicyl haqida juda ham ko'p gapiryapti, lekin aslida u nimaligini haqida ko'pchilik bilmaydi. Bugun men sizga shu narsa haqida batafsil va chuqurroq tushuntirib beraman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring, ketib qolmang. Videoni oxirrog'ida men juda ham yaxshi ishlab beradigan samarali mahsulotlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Salicyl nima? U qanday ishlaydi? Salicyl kislotasi terining eng chuqur qatlamlargacha kirib boradi va faqat yuza qismimizda emas, balki poralarning eng ichki qismlaridan ishlashni boshlaydi. U qanday ishlaydi? Avvalo u poralarga kirib boradi va u yerda yog'lar, kirlar va o'lik hujayralarni to'planadi va ularni olib chiqadi. Ana o'shalar qora nuqtachalar va akne sababchisi hisoblanadi. Keyin u yog'ga kiradi va yog'larni eritib boradi. Hattoki porani ham chuqur tozalab beradi va qora nuqtachalarimizni yo'q qiladi asta-sekinlik bilan. Shundan so'ng u yallig'lanishga qarshi kurashadi, bakteriyalarni va yuzlarimizdagi tirnoq sirtlarini beruvchi elementlarni yo'q qilib tashlaydi. Shuning uchun u qizil akneni ham kamaytirib beradi. Bonusiga esa u terining usti qatlamlarini yangilashga yordam beradi, demak, baryerni tiklanishga yordam beradi. Vaqt o'tishi bilan u terimizni silliq qilib va notekis bo'lgan joylarimizni kamaytirib beradi. Demak, ta'siri ikki tomonlama bo'ladi. Tashqaridan teri toza va silliq ko'rinadi, ichki qismdan esa poralarimiz tozalanadi. Eng muhimi, bu haqiqatdan ham juda ham yaxshi ishlab beradigan mahsulotlar, sehr emas. Salicyl kislotasi kimlarga mos va ularni kimlar foydalansa bo'ladi? Yog'li terida ortiqcha yog'larni olib tashlashga va kengaygan poralarni tozalab berishga yordam beradi. Aralash terida esa T zona va muammoli joylarda yaxshi ishlab beradi. Kengaygan pora va aknega moyil bo'lgan terilarda qora nuqtachalarni va yallig'lanishlarni kamaytirib beradi. Agarda teringiz quruq va juda ham sezgir bo'lsa, unda siz Salicylni eng kichik dozировkasidan boshlaganingiz ma'quldir va albatta teringizni reaksiyasini kuzatib boring. Kuchli vositalarni darhol ishlatishingiz shart emas. Natijani qachon ko'rishimiz mumkin? Birinchi ta'sir odatda 1-2 hafta ichida ko'rinadi. Poralarimiz toza bo'ladi, yallig'lanishlarimiz kamayadi. To'liq ta'sirini esa taxminan 1-1,5 oy ichida muntazam qo'llangan holatda teri tekis bo'ladi va yuzimizdagi qora nuqtachalarimiz sezilarli darajada kamayib boradi va hatto yuzimizdagi urilar, toshmalarimiz ham kamayishi paydo bo'ladi. Eng muhimi sabrlik bilan va albatta har kuni to'g'ri vaqtda foydalanish kerakdir. Salicylni nimalar bilan birga qo'shib ishlatsak bo'ladi va nimalar bilan birga ishlatish mumkin emas? Salicyl bilan birga niacinamidni foydalansangiz juda ham teringizni tinchlantirib beradi va hattoki teringizdagi qizarishlarni kamaytirib beradi. Salicyl bilan har doim SPF, nafaqat Salicyl bilan, balki doim SPF dan foydalanishimiz kerak. Aks holda yuzlarimizga nimadirlar toshib ketishi mumkin. Salicyldan foydalanayotgan paytda nimalar bilan birga foydalanish kerak emas? Birinchi o'rinda retinol umuman mumkin emas, yuzimizni quritib yuboradi. Undan tashqari juda ham qizarishni kuchaytirib yuboradi. Undan keyin laktik va glikovid degan kislotalarni bor, ularni ham birga ishlatishimiz mumkin emas. Yuzlarimiz tirnoq sutini keltirishi mumkin. Qo'llanishi bo'yicha maslahatlar. Haftasiga 2-3 martadan kechqurun surishni boshlang. Teri odatlangandan so'ng esa tez-tez ishlatishingiz mumkin. Salicylni faqat kechki parvarishda qilamiz. Va ertalab albatta SPF ni surishni unutmang. Bu eng juda ham muhim mahsulotdir. Videomizni oxiridagi bonus haqida beraman degandim. Bu albatta Salicyl mahsulotlarimizdan qaysi biri juda ham zo'r ishlaydi va realni ishlab beradiganlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda qo'limda turgani bu Skin Madagascar 1004 brendidan Sput kremi. Bu to'shishli krem hisoblanadi. Bu kremni yuzingizdagi muammolar bor joyiga, demak, yuzimda toshmalar bor joyiga urilarning ustiga surib qo'yasiz va ular tezda yo'q qilib beradi.
Yana ikkinchi mahsulotimiz bu Ski Madagascar 1004 brendidan tarkibida salisil va undan boshqa kuchli bo'lgan kislotalar bilan birga qilingan qizil qonli piling. Bu pilingni ko'p ushlab turish mumkin emas, faqatgina 1 daqiqa ushlash kerak. Asosan bu yog'li kombinirованный yuz terisiga zo'r tushadi. Sezgir yuz terisiga unaqa maslahat bermayman. Keyingi aytadigan mahsulotim bu Izintri brendidan juda ham yog'li yuz terisiga va podrostkovoy yoshdagilarga mos tushadi. Tarkibida A, AH, BH, BC, LH anaqalar kislotalari bor, adashib ketdim. Va tarkibida niacinamid va ugl ham bor. Keyingi mahsulotimiz Costa Baja brendidan tarkibida 4% salisil serumi. Bu serum yuzimizdagi porlarni tozalab beradi va porlarimizni kichraytirishga yaxshi yordam beradi. Bu hamma yuz terisiga mos tushadi. Barcha ko'rsatgan mahsulotlarim juda ham zo'r ishlab beradi. O'zimiz ham foydalanganmiz, effektini ham ko'rganman. Agarda siz yuz teringizga mosini tanlay olmayotgan bo'lsangiz, siz bemalol bizni call centerimizga Telegram, Instagram orqali bizga yozsangiz, biz sizga mosini tanlab beramiz asanlarim. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing va sizga qiziqarli savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin va sizda agar qanaqa boshqa bo'lgan savollar, masalan, keyingi videoda qanaqa video olishimizni xohlasangiz, bizga yozishingiz mumkin. Biz sizlarga moslab, o'sha siz xohlagan videolarni olib, maslahatlar beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.